Yaxshi tong yotdi degan umiddaman. Qani soatimizdan necha bo'ldi? O 9dan o'tib 10ga yaqinlashib qolibdi. Har doimgidek o'zimizni ishni boshlaymiz, yana o'zimiz dehqonchiligimiz, bog'dorchiligimiz. Barcha salom do'stlar, sizlar bilan yana men Neo do'stlar. Sizlar bilan bugun biz do'stlar nima qilamiz biz? Har doimgidek dehqonchiligimizni davom ettiramiz. Biz ham boyib ketamiz biror kun albatta. Sekin kirkamizni olamiz va ozgina kartoshka olamiz. Zavtrak qilmagandik, mayli, so'zi ham olish kerak, mayli. Zavtrak qilmaganimiz hech nima qilmaydi bizga. Eshikni yopib yana kimdir kira olmasa. Qani sekin, bu yil ham hosil mo'l bo'ladimi deymi? Ko'ryapsizlarmi do'stlar, hosilimiz ancha yaxshi chiqyapti. Sizlar ham bilyapsizlar, sekin paxta qo'yish vaqti keldi degan umiddaman do'stlar. Sizlar like va obunani qizartirib qo'yinglar har doimgidek. Biz ham bo'lsa har doim videomizni boshlab ketaveramiz. Sizlar uchun qisqarli har videolarni olishni davom ettiramiz do'stlar. Biz sizlar bilan kartoshkani ko'p egasiz deganlarga kartoshka qimmatroq bo'ladi har doimgidek, o'zlaring ham bilasizlar. Shu sababli kartoshkani ko'proq ekaman. Kartoshkadan foyda ham ko'p qoladi do'stlar. Foydasi ko'p keladi. Sabzi o'zimiz sabzi har doimgidek. Do'stlar qarasalaring, kartoshkani yana ekib qo'ysak, ozgina vaqt ketadi do'stlar, sizlarga ozgina vaqt. Shunaqgina like va obunani qizartiringlar, obunani bosib, qo'ng'iroqchani bosish esdan chiqmasin do'stlar. Har doimgidek bu menga podeshka bo'ladi, yanada ko'proq videolar chiqarishimga yordam beradi do'stlar. Qani bo'lmasa biz ketdik. Bularni pulga almashtirib kelaylik. Biz hosilimiz ancha yaxshi bo'lyapti. Salom, qalaysan, yaxshimisan? Salom, Neo. Har doimgidek ishingni boshladingmi? Ha, sekin boshladim. Kartoshka olib kelgandim senga. Ha, nechta olib kelding? 50 ta yana 64 ta 27 ta. 50 ta 64 ta yetar senga. Ha, hosili ancha mo'l bo'lyapti. Pullaringni ham o'zingga yarashib olib ket. Ha, sekin olib ketaman-da. Aytgancha o'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Bu ketishda qachon boy bo'lishimni Xudo biladi. Qachon boy bo'lib ketarmikin? Shuncha kartoshkani qanday o'ylaysanmi sana boy bo'lishimni? Yo'q, boy bo'lishingga ko'zim yetmayapti. Qanday? Har kuni ko'p pul olib ketyapman senni. Baba, bu pullar birorga o'ziga ishlab ketadi. Boyvachcha bo'lib keta olmaysanmi? Ha, mayli. Yuragim o'ksittirmaydi sana. Ha, endi haqiqatni gapiraman-da. Ha, maqtab qo'ysang bo'lardi, hech nima qilmaydi. Ha, endi haqiqatni gapiryapman-ku, tushunmayapsanmi o'zing? Ha, bo'pti, rahmat. 53 dollar kamda to'xtab tur yana. $60 oldim, rozi bo'lgin. Ha, mayli, lekin sen eng qimmat sotasan-da meni. Ha, o'zimga ham foyda qolish kerak-ku, men o'zi dehqonchilik bilan ko'karyapman-ku. Ha, endi bilganingni qilaver. Sekin qaytaveray. Do'stlar, $60 bilan sekin uyga qaytyapmiz biz. Sizlar bilan bo'ldi. Bir kunimiz o'tib ketyapti yana. Hozircha YouTube'dan Neo tog'a Minecraft videolariga like bosib, prosmotrlarni oshiring, like va obunani qizartirib qo'ying. Neo tog'a videolarini. Qani bo'lmasa, qani YouTube'ga kiramiz. Neo Minecraft.
Hani prosmotrlarni oshiramiz bo'lmasa. A few moments later. YouTube ko'ribman, uxlab qoladimi? Neo Minecraft ko'ribman-da, faqat prosmotrini ko'paytiribman. Voy Neo, shundamisan? Neo, ashu yerdamisan? Eshikni och. Voy, kim keldi ekan? Kutilmagan mehmonlar kam bo'layotdi. Bir marta tog'a keldi xolos, qaytib mehmon kelmayapti. Qanday bo'lishi mumkin bu? Kim ekan bo'lmasa? Neo, shu yerdamisan? Eshikni och. Qani sekin mo'ralab ko'raychi bo'lmasa. Jitelu bu. Hozir kaltni oluvchi bo'lmasa. Hozir ochyapman. Tezroq och. Mana. Jitel tog'a, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Qaysi shamol uchirdim oldimga? Do'stlaringiz oldida basmidingiz? Ha, do'stlarim oldida nima qilaman? Ha, eski arxivlarni tutib o'tirganimda sani bobong haqida. Nima? Mening bobom haqida? Nima ma'lumot bor ekan bobom haqida? Sani bobong urushga qatnashgan ekan, urushga borib, meros qoldirgan ekan senga. Qanaqasiga bo'lishi mumkin meros? Ha, urushda qatnashgan, san nomiga narsalar qilib tashlab ketgan. Arxivlarni tutib o'tirganda san haqida ma'lumotlar chiqdi-da, shunday. Nimalar meros qoldirgan ekan? Ha, bobong senga urushdan qaytgan, urushda senga meros qilib yozilgan hamma narsani arxivga yozdirgan. U meroslar san ana shu uyga ko'milgan deb yozilib ketgan. Mani uyimga? Ha, sani uy qurilish vaqtida sani uyni bobong qurgan bo'lgan. Qurilish vaqtida o'sha san uyga bekitib ketgan merosni. Yo'q, rostdanmi? Aldamayapsanmi? Yo'q, ishonmasang. Men arxivlar ichidan tutib o'tdim. Meros topsa 50-50 qilamizmi? Qanaqasi meros meniki-ku, qanday senga beraman? Ha, yana o'zing bilasan, bilgan yiqil, bo'pti-da. Ha, bo'pti, mayli, o'zing bilasan. Bo'pti, mayli. Do'stlar o'ylayapsizlarmi sizlar? Beparasa sol ustiga chiqib oldi. Do'stlar o'ylayapsizlarmi sizlar? Mana bobom menga meros qoldirgan ekan. Men ham boyvachcha bo'laman endi, boyib ketaman o'ylayapsizlarmi? Bo'lmasa uydan sekin qidirish kerak-da bu narsalarni. Uyimni buzishimga to'g'ri keladi. Axir men uyimni juda ham yaxshi ko'raman. Oldin qanday bo'lgan ekan? Oldin qurishgan ekan-da, demak. Uyimni buzishimga to'g'ri kelyapti-da. Sekin bir chekkalardan buzishni boshlaychi, hech nima emas. Kaltni joyiga solib qo'yganim yaxshi deyman. Sekin bo'lmasa uyimni ag'daramanmi endi men? Boylik uchun albatta ag'daraman-da, boshqa nima ham qilardim? O'ylayapsizlarmi do'stlar, agar u boylikni topsa, vasiyatni topsa, biz boyib ketamiz. Nimalar bor ekan o'ylayapsizlarmi do'stlar? Aytgancha Jitel tog'a ketdimi? Yana ko'rib olib 50-50 qilamiz dedimi? Shu sababli uni ketkizib turgan o'ylaymiz do'stlar, biz sizlarni. Mayli, bir chiroyli uy qimmatrog'iga olishganim yaxshiroq. Endi Jitel tog'a ketdimi? Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q-a do'stlar. Bo'lmasa biz sizlar bilan boshladik-a do'stlar. Sekin uyga kiramiz. Biz sizlar bilan uyga kirib turib, eshigi kalt bilan qulflaymiz. Ana, qulflandi. Endi sekin kaltni sandiqqa solib, bir chekkadan hamma joydan boshlayveramikin. Boshqa ko'proq batta bastib, burchaga bekitmagandir. Voy, juda ham qalin bu gilam, qanday kitqizaman. Tosh baribir toshda. İşte yo'q.
İyi. Bo'shagan ben. Bo'lsam aytdan boshlaymizmi? Ashdan boshlaymizmi do'stlar? Ashdan boshlaymiz desalaring like va obunani bosib qo'yinglar do'stlar. Bo'lmasa biza bosdingizmi? Biza boshladik. Gilaman. Yermi do'stlar? Tushib ketdimmi? Qanday qilish chiqaman endi? Sandiq. Sandiq do'stlar. O'ylayapsizlarmi do'stlar, biza vasiyatni topdik bir bo'lsa do'stlar, biza sizlar bilan sandiqda olib chiqib ketish kerak qandaydir qilib do'stlar. Sandiqda olganimiz bilan battan ham chiqish bordi axir do'stlar. Nimalar bor ekan? Sandiq ham ochilmayapti. Sandiqda sekin olishimiz kerak-da bo'lmasa do'stlar. Tepasida nima bor edi yerda? Sinmayapti sandig'i. Bu juda ham ko'p olmoslar va oltinlar bor ekan do'stlar. Men boyib ketdim deyman-da. Boyib ketdim. Endi tepaga chiqishim kerak do'stlar. Sandiqni sindirdik. Do'stlar, endi sizlar bilan Neo boyvachcha bo'ladi do'stlar. Neo boyvachcha o'ylayapsizlarmi? Qanday chiqaman endi? Qanday yer? Bobom ham zo'r joyga bekitgan ekanda do'stlar, qaranglar. Qaranglar, o'ylayapsizlarmi? Ashuncha hamyonlar, begonalar qatdan olgan ekan 3 ta hamyonni. Sandig'i ham qo'lida bobom. Ashuncha tilla olmos ham bor, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Olmosimiz ham bor, oltin bilan. Bunaqa meni uyimdan 4 ta 5 ta qurishga yetadi bu olmoslar. Bobom ham chakki bo'lmagan ekanda. Qanday chiqamiz endi biz do'stlar sizlar bilan? Oltin bilan chiqamizmi? Oltin. Uyga zarar bermasdan sekin endi toshimizni qo'yamiz. Adashib ketdim. Endi toshimizni qo'yamiz. Uyimizni ko'laganimizga qaranglar do'stlar. Xudoga shukr, biz chiqib oldik. Sekin uyimizni remont qilamizda, boshqa ilojimiz ham yo'q. Ne qilamiz? Mamnundoq qilsak do'stlar. Sizlar bilan biza boylikni topdik-ku axir do'stlar, o'ylayapsizlarmi? 64 ta olmos, 3 tacha hamyon axir. 3 ta hamyon o'ylayapsizlarmi? Keyin yana 52 ta dollar. Buncha amoyi bo'lmagan ekanda, o'ylayapsizlarmi? Hamyonimni ko'ringlar. Hamyon yarashibdimi do'stlar? Hamyonni qaranglar. Bo'lmasa sizlar bilan biza merga beramizmi biroz? Olmosdan beramizmi merga? Nima qilamiz do'stlar? Hadisalaring ketdi bo'lmasa biza do'stlar. Merda oldiga sekin boramiz. Mer o'zi bormaganmi? Ashti ekan do'stlar. Qaranglar merda. Mer, shu yerdamisiz? Ha, kelor Neo, nima deyapsiz? Ha, ertalab bitta jitel men oldimga kelgan edi, shu bo'yicha kelgandim mana. Ha, nima deb keluvdi? Mana bobom urushda qatnashib, juda ko'p vasiyatlar qoldirgan ekan. Menga juda ko'p sovg'a salomlar, pul, oltinlar qoldirgan ekan. Shuni uyini ichida degandi. Shunga men o'shani qidirdim. Ha, xo'sh, gapirchi. Shunda uyimni ko'lab chiqayotganda bitta sandiq topib oldim. U sandiqning ichida juda ko'p pul bilan olmos, oltinlar bor ekan. Qarang, bo'lmasa, nima senga qoldirgan bo'lsa, ularning hammasi saniki bo'ladi. O'ylayapsizlarmi do'stlar? Ularda endi hammasi meniki va bolalar ham hammasi meniki endi. Bunday bo'lsa, boboyni nomidan savdoga yozish uchun 4 ta olmos ketadi. Qanaqasiga?
Bo'lmasa noqonuniy bo'lib davlat musodara qilishi mumkin. To'rtta olmos. Ha, mayda bo'lmasa kichik qo'ying. Ha, mayda bo'lmasa qanday tashi? Mayda bo'lmasa doktor 40 amashdi. Olmos qanday tashi? Ha, bunday qilib. Bo'ling. Chip. Bo'lmasa davlat musodara qiladi. Ha, bo'lmasa mayli. To'rttami faqat? Xohlasang qo'shib ber. Qanaqasiga? To'rttani olishni o'ylayapsizlarmi do'stlar? To'rtta olamiz, to'rtta. Oldingmi? Mer yana o'zimga qaytib qoldim va senga borgisi ham kelmayapti hattoki. Tezroq berasanmi yo'qmi? Bo'lsa davlat musodara qiladi deyapman. Bo'lsa nomingga o'tkazishim kerak. Ha, bo'pti, boshqa ilojim ham yo'q. Ha, bo'lmasa sen ol, senga sog'i. Yana nimaga menga qaytyapti? Ko'ryapsanmi? Sen oldinga borgisi ham kelmayapti hattoki. Sandiq pandig'ing yo'qmidi? Sandig'ingga solib qo'ymaymi? Ha, Bo'lmasa shu 5-siga solib qo'yor. ha, bo'ldi. To'g'ri bo'lsa, 1 2 esimdan chiqib qoldi. 1 2 3 3 yo'q, 1 2 3 3 yo'q do'stlar, yo'q. To'g'ri sanaymiz. 1 2 3 3 1 2 3 to'g'ri, mayli, to'rtga solib qo'yganimiz yaxshi qoldi. 5 ta ham topolmaydi. To'g'ri ekan. 5 ham to'g'ri. Sekin bildirmasdan birga solamiz. Mer, birga solib qo'ydim. Xohlasang tekshirib ol. Biroz suv ichib olayman, bo'lmasa pultuqi. Voh, juda ham joyiga tushdi-da o'zi ham. Senga yana pul berish kerak emasmi? Axir hamyonim to'la pul-ku, Mer. Yo'q, rahmat. Nomingga rasmiylashtirib qo'ydim. Xohlasang sadaqaga sovur, xohlasang yo'qotib ol. Ha, rahmat, bo'ldi. Men sekin qanaqa do'stlar bilan suv ham pulli hattoki. Jitel. Bo'lmasa do'stlar, sekin biz uyimizga boramiz. Hamyonlarni qaranglar, hamyonlarni joyiga solsak. Do'stlar, sizlardan yashirgan bir sirrim bor edi. Shu sirrim endi buncha pulni men o'zim sandig'imga solsam, kimdir o'g'irlikka tushishi mumkin. Shunga sekin bekitib qo'yaman. Sizlar bilan birgalikda do'stlar. Hech kimga aytmaymiz deb va'da beringlar do'stlar. Qaranglar do'stlar. Qolgan pul bilan hamyonlar qolaveradi. Bu ehtiyot shart do'stlar. Tushib ketdim. Yaxshi ham chiqib qolgani. Ana do'stlar. Endi ishini qulflab olishimiz kerak. Qulflab turib sekin bu yoqqa solamiz. Do'stlar, qulfladik. Endi asta-sekin hech kim yo'qmi? Hech kim yo'qligiga amin bo'lishimiz kerak bizda do'stlar. Bo'lmasa do'stlar bizni tunab ketishlari mumkin. Hech kim yo'q. Jitellar ham yo'q, yaxshiyamki. Bo'lmasa biz sizlar bilan do'stlar sekin hammasini joylashtirib chiqamiz do'stlar. O'ylayapsizlar, milliarderman endi men do'stlar, milliarder. Naqd 4 ta hamyonim bo'ldi. Ya bu qolaversin. Ключ kerak bo'ladi, kalitimiz. Do'stlar, bo'lmasa yaxshi bo'ldi. Bekitib qo'ydik. Eshik qulflab qo'yganmiz, eshik sekin ochaylik.
Barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Neo bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obunani qizartirib qo'yish esingizlardan chiqmasin do'stlar. Sizlar bilan Neo Minecraft YouTube kanali bo'ldi. Men sizlarga ishonaman, albatta meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Xayr do'stlar, bo'pti.